Alo. Assalomu alaykum. Bu telefonni egasi Yulchi Ismoilov degan blogermisiz siz? Yo'q, bloger emasman men, jamoatchi faolman. Yaxshimisiz aka? Mazzalangiz yaxshimi, zo'rmisiz? Rahmat. Men bu 5 minut vaqtingizni olsam bo'ladimi? Bezovta qilmadimmi sizni? Yo'q, gapiravering. Men bu kunlik YouTube kanalini o'zim ikkinchi go'tdan nogironaman, ko'rib boraman. Men bu qo'qonlik soxta, falshifka tabib haqida har kunlik chiqyapti. Negativchilar bunday bo'lsin deb tushunmagan odamlar yozyapti, lekin bundan 2 yil avval men ham bir onam bilan borgandim shu yerga. Shu reklamani zo'r bergandan keyin qizig'ib bordim ham. Men Qashqadaryoni bir chetki tumaniga turaman. Nishon degan joyda eshitgan bo'lsangiz, Salimarjon degan joydan bizlarning uyimizdan 900 kilometr ekan, o'zim kasal 81 ga kirgan, oyog'i qiyshayib qolgan onam bilan mashinaga, taksiga shopir zakot qilib uni ovqatini ko'tarib tanga topdi degan joydan boshlab ketdik shaqa. Mingtut degan joydan izlab qo'qonliklardan so'radik. Astag'firullah, bunday tabibni eshitmaganmiz deb o'zlari hayron qoldi. Hayronimizda o'zimiz ham hayron bo'lib bordik. Yerdagi odam shunday nihoyatda ko'pki, hajga uncha odam yo'q akajon, hajga. 5 minutga 100 ming olliga odamlari bor ekan, pul terib olayotgan, boshingizda ushlab kvartira puli 100 ming, onamni nogironlik stoliga o'tirib qo'yman dedim, bitta stol 50 mingga arendaga olib o'tkazdirdim. Uni hamshiyalari bilan uyushgan to'da ekan, hamshiyalar bilan til biriktirib olgan, chunki bu Iqbol Soliyev degan firibgar otarchi bilan ularni tili bir, ularga shu odam orqali foyda kiryapti. Ular tirash ko'rsatyapti, tirikchilik qilyapti aka. 5 minut turdik, ahvolimiz og'ir bo'ldi. Garijam bilan borgandim. Garijam 21 millimetr yirtilgan edi. Hech qanday foyda topmadik. O'zi beva ayolman. Onam 81ga kiradi. 44-yil tug'ilgan. Ko'p xarajatga tushib, ketib keldik. Keyin alam qilidagi qo'qonni ichidan kirib, ichkichilarga shikoyat kim deydi? Bu odamlaring firibgar-ku. Qo'qonga mashhur muqimiylar yetishgan, furqatlar katta bo'lgan, olimlar makoni, artistlar makoni. Bu nima ahvol? Mana bunday odamlarni allayapti. Bizlar baraka topmadik. Men shunday chiqdim. Men bu ko'zimga soxta ko'rindi bu odam. Yolg'onchi bu. Nima uchun bunga qaramaysizlar? Borgan odamlarni yarmi sarson avara. Xorazmdan ham bor, Qoraqalpoqdan ham bor, Turkmanistondan ham bor, hamma joydan odam ahmoq qilyapti. 5 minut kalla ushlash bilan, tilab qo'yish bilan gariza davolanib bo'ladimi? Yo qiyshiq oyoq to'g'ri bo'ladimi? O'zi suriga o'tib ketgan, 80 ga kirgan suyaklari faoliyati ishlash davomida to'xtagan odamlarni allab pulini olyapti. Nima uchun qaramaysizlar desam, militsiyalar bilan ham til biriktirgan ekan, aniq va tiniq bildim, meni shunday ildiz otgan ekan. Opa sizni bizlar chaqirib kelmagan, ixlos qilib kelgansiz, o'zingiz kelgansiz, chaqirmagan degan javoblarni beryapti. Nimasini aytayin, axir tibbiyotda otarchi vazir ekan, shunday ekan, meni egalari yo'q ekan. Nogironlarning pulini yeb, menga o'xshagan beva bechoralarning pulini yeb, harom luqma yeyapti. Bandasini-ku ko'zini bo'yaydi. Xudoyimga nima deb javob beradi bu maxluq? Endi shunaqa bo'lyapti-da, opa, bugun biz mana ko'ryapsiz, har kuni iloji boricha odamlarni ogohlantirishlikka nimaga chaqiryapmiz, kelmanglar, shunaqa deyapmiz. Endi u ham chiqib olib videosida nima desa deb yotibdi, ko'ryapsiz-ku. Davolamaganlarni xudo urgan, gunoh ko'p, uni topib turgan gaplarni qarang endi uni. Baba artist vazifasini bajarayotgan, men shu yerda ko'rdim, 3 kun turgan bo'lsam, qassoq chalib yurdi degan ayolni shudan yurib chiqib ketganini men ko'rmadim. Men davolanmadim, shu yerga kuzatuvchi bo'ldim. Umuman qo'ymadim. Telefonga rasm oldirgani qo'ymadi. Telefonlarimizni yig'ishtirib qo'yib, rasm oldirganlarini qo'ymadi. Hammani esa chegarab, bizlar huquqlarimizni chekladi. Shu yerga rasm oldirgani, telefon qildirgani va boshqa hokazo narsalarni men bu negativ qilib, men shu YouTube'ga bir bloger topib chiqarishga ham yo'l qo'ymadi. Bunda firibgarlik alomatlari 100% bilindi. Men bo'g'irib, naborat yerga kasal bo'lib qaytib keldim. Oxiri operatsiyadan tuzaldim, Yo'lchi aka. Shunaqa tuzaldim. Hech qanday nechta emas. Meni akam oliy toifali terapiy vrach. Kambag'al oilada katta bo'lganmiz. Akamga ko'rsatdim. Shunisi rostmi dedim, qizil firibgarlik bu. Siz vrachsiz, shunisi mumkinmi deb ko'rsatdim. Oliy toifali vrachlar, hattoki Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga borib, mana shunisi shunday davolash mumkinmi? Mana shunday ahmoq bo'ldik. Reklamani zo'r berib, ahmoq bo'lib borib, o'zi har narsaga ishonmaydim. Shunday deb borib videolarini ko'rsatganimdan keyin bunday narsa mumkin emas. U hattoki buni banda ham, doktor ham, hatto payg'ambarlar ham qilmaydi. Faqat shifo bir sababga ko'ra Alloh berish mumkin. Bu narsa bo'lmagan narsa deb ketib javob beryapti-da. Hozir u odamni ham o'ziga ichiga ayon allagani o'zi biladi. Lekin
Nima uchun endi shuncha odamlarga shuncha aytyapman, siz borib siz qanday davo topdingiz qo'shnilarim? Ishonmanglar, firibgar desam, siz opa ixlos qilmagansiz. Hamma yaxshi bo'layotgan ekan, siz aldayapsiz deb meni tashviqotlarimga ishonmayapti. Bu odamlarni qanday qilsak ishontira olamiz? Uni topgan puli bir kunga $20,000 tashkil qilar ekan bu. Shunaqa. Endi uni qo'shnilaringiz aka borgisi kelsa, shuncha gapingizga ishonmasa ham ahmoq bo'lib, masalan, siz tortib ketgan azoblarni tortib ketsin. Qo'yib bering. Joningizni kuydirmang. Siz o'sha boshingizdan o'tkazganingizni aytsangiz, telefoningdagi o'sha reklamalarga ishonib shunaqa ekan deyaptimi? Ha, siz deydi ixlos qilmagansiz. Ha, bo'pti. Xudoni dedim. Hech qanday mo'jiza dedim, uni dedim, dedim, jon baxsh etuvchi Muso payg'ambar ham oyoqda o'stira olmaydi. Xudo unga shu nuqsonni bergan, faqat shifo Allohdan bo'lishi mumkin. Uni Xudo bir g'ayri-tabiiy operatsiya bilan Hindiston qilinmagan nisani dedim, u iqbol tabib qanday qiladi? Meditsinadan xabari bo'lmasa, inson organizmini tushunmasa, u qanday qilib sizga shifo beradi? Tilash bilan, siypalash bilan hech qanday davolab bo'lmaydi. Men ko'rdim, firibgarlik qo'shilari ham shunga sherik ekan, qo'shnilari odam topib beradi, kimnidir yollaydi, abslik vazifasini bajaryapti. Meni ko'rib keldim, ishonmaylar. Qo'qonning ichiga kirib sherga shunday tabib bor ekan, kuvdik dedi. Hamma ustimizdan kulli o'zim aytganimga o'zim uyaldim. Bu otarchiydi, to'ylarga yuraydi. Qanday vakili Ivan Vasilovich kasbini o'zgartirib, birdan unga Alloh tomon, Alloh tomonidan shunday qobiliyat berilibdimi? Bo'lmagan narsa deb hamma ustimizdan kulli o'zim uyaldim. Ayol kishiman, o'qituvchiman, o'zim uyaldim yo'lcha aka. Albatta. Bir nechta bo'lmagan narsa akamga ko'rsatdim. Har qanday traumatolog deysizmi, ginekolog deysizmi, boynagi lor deysizmi, hamma doktorga olib borib, erinmasdan shu hayotda shunday bo'lish mumkinmi deb, hattoki Sog'liqni saqlash vazirligigacha, mana shu ishonchli odamlargacha olib borib, YouTube'da mashinalar ko'rsatib shunday narsa mumkinmi? Sizlar qanday xulosa berasizlar deganga, ular bunga ustidan kulib opa bo'lmagan narsa, bu avom xalq pulini olish. Bundaylarni aldab pulini olish boynagi dajjollarga xos, o'zini yolg'oniga o'zini ishontirish. Shunday narsa, bu bo'lmagan narsa. O'zim borib shifo topmay, undan battar bo'lib, operatsiya bo'lib, ahvolim og'ir bo'lib, yana uni ustiga ko'p pul yo'qotganimdan o'zimdan o'zim xafa bo'lyapman. O'zimni ahmoqligimda borganim to'g'ri. Ya, mayli opa, bitta narsa endi o'sha reklamani shu haligi cho'kib turgan odamni oldiga xastashashlikni bilib shu darajaga keltiryapti. Shu mana oliy ma'lumotli odamlarni ham hatto shu yerga borsam shu holat tuzarib ketamanmikan deydigan joyga olib kelyapti-da. Bu o'ta ustakarona ishlatishlik o'sha firibdi. Mayli opa, duo qilib turinglar. Bunga Xudo bor, Xudo ko'rsatadi. Biz ham lekin to'xtab qolmaymiz. Hali u bizga chiqqan hukmi hali u hukm emas. Hali u qancha oldinda instansiyalar turibdi. Unda albatta biz buni o'sha firibgarligini ochib, albatta buni o'sha xalqning oldida chorasini ko'rdiramiz. Agar shu bugun biz yashab turgan jamiyat o'sha o'zi aytib turgandek, o'sha prezident aytib turgandek jamiyat qurib turgan bo'lsak, bu chora oladi albatta. Bugun hozir bir ichki ishlarni sotib olar yoki sudiyani sotib olar yoki boshqasini sotib olar, lekin tuzimisiz hammani sotib olavermaydi. Prezident hali bu narsalardan ko'pidan bexabar, hali uni biz xabardor qilamiz. Qanaqa yo'llar bilan bo'lmasin, albatta bu holatni o'zini prezidentning nazoratiga qo'ydiramiz albatta. Shuning uchun sizlar duo qilib turinglar. Mayli, endi ahmoqda unday zo'r odam bo'lsa, nima uchun 100 ming olmay hammani borgan noziralar yordamga muhtoj, biri hassa bilan borgan, unday zo'r bo'lsa, pul olmay davolasin yo'lcha aka. Pul olmay davolab ko'rsatsinki, men ishonaman shunisiga. Yo, endi u joyda bugungi kunda biz hal bergani beradi, bermagani bermay ketadi deyapti-yu, hozir ko'ryapsiz-ku. Yo'q, olyapti, hammadan oladi, olmay qo'ymaydi, olmay davolamaydi. Endi qachon odam emas, pulga o'chadi. Buni muomalasini qarang, betidan yolg'onchiligi, o'zini sifat ko'rsatib, Xudo bor deb Xudoga shak keltirgan odamdan nima kutadi? Bundaylarni qanday yer qabul qiladi? Ikkita bir kun hammamiz yolg'onchi dunyoga, chin dunyoga borsak, buni qanday qabul qiladi? Shuncha odamni aldab pulini olish. Albatta Alloh hali o'zini ibratli voqealarini ko'rsatadi buni ustida. Sizlar duo qilinglar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Biz shuni o'tib ketay deyman. Uyga noziramman ana shu oyog'imni chap tomonim grizam tushib ko'p yurmang opa degan uchun o'zi ichi bo'ldi. O'tib ketay desam ham shuni ko'ramandan keyin sizda telefoningiz bor ekan. Aldanganlar mana shu nomerga chiqsin deb tavakkal terdim, hozir tushdim. Mana shu yerdan endi bilmayman, mana shunday chiqqan ishlar bo'layapti. Kimga ishonishni ham bilmaymiz. Nahotki xalqni ishontirib bo'lmaydi. Endi uni kasal bor-ku. Kasallarga oson tutib bo'lmaydi. Xuddi mana reklamadan qanaqa holatga tushgansiz?
shunga talpinavergansiz qachon boraman ekan deb. Xuddi shunday narsa. O'shaning uchun duo qilib turinglar, opa. Salomat bo'ling. Men bir joyga kelib qoldim, gaplashamiz. Onaxonga salom ayting, duo qilsin. Mayli, bu videolarimni, darslarimni albatta YouTube kanaliga chiqaring meni ham. Bo'ldi, Bu haqiqat, yolg'on aytishdan Allohdan hamma qo'rqadi, to'g'ri. Bo'ldi, xo'p, bo'pti. Sizga omad, chiroyli qomat, doim bo'ling salomat. Endi sizga faqat omad tilayman, charchamang bo'lishga. Sog' bo'ling.